Xullas endi bu odamni gapirmagan odam qolmadi. Birinchi navbatda biz bu odamni bildik. U juda katta, boy, badavlat, juda ham ko'plagan mol davlatlari, pullari bo'lgan va hamda katta davlat boshliqlarini ham jalb qilgan. Bu yerda endi biz ibratni olaylik. Xo'p qarang, bu hozirgi bu voqeada qanday hikmat bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda qarang, mana shu odamning holati tarixda o'tgan Qorunni eslatmayaptimi? Qorun juda katta boy badavlat edi. Lekin Alloh taolo ularni halok qilib tashlaydi. Mana shu Epstein juda boy badavlat odam bo'lgan ekan. Lekin mana shu odamning boy badavlatligi unga asqotdimi? Foyda berdimi? Ana shu qamalgan paytda qutqarib qoldimi? Yo'q, qutqarib qolgan yo'q. Demak, mol va davlat hech insonga asqotmaydi, foyda bermaydi. Demak, insonni faqat nima saqlaydi desa, shu iymoni, taqvosi saqlab qoladi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p, hozirgi kunda juda ham bir mashhur bo'lib, hamma gapirib chiqayotgan bir inson haqida siz ham ikki og'iz gapirsangiz deb ba'zi bir savollar, shunga o'xshagan bir ma'lumotlarni ba'zi bir birodarlarimiz aytayapti-da. Ya'ni bu mavzu qaysi mavzu deyilsa, mana shu Epstein haqida gapirish. Ya'ni shu haqida ikki og'iz gapirib o'ting deb aytilibdi. Xullas endi bu odamni gapirmagan odam qolmadi. Juda ko'pchilik gapirib chiqdi. Masalan, dindor odamlar ham yoki siyosiy tahlil qiladigan odamlar ham, blogerlar ham hamma gapirib chiqdi bu odamni. Endi men bu yerda ko'pchilik gapirmagan bir nuqtani gapirib o'taman. O'zi aslida aqlli odam, ulamolar aytadi, aqlli odam boshqa odamni ko'radi, ana shundan ibrat oladi. Meni hayotim ana shunga o'xshash bo'lib qolmasin deydi. Meni hayotim ana shu insonning hayotiga o'xshash bo'lib qolmasin deydi. Bu gapimizni o'zi hadislardan asli bor. Endi bu yerda xuddi shu narsani aytmoqchimizda. Ya'ni mana shu odamga o'xshash bo'lib qolmasligimiz kerak. Ibrat olishimiz kerak. Men mana shu ibrat jihatlarini to'ttasiga e'tiborni qaratib gapirmoqchiman. Birinchi navbatda biz bu odamni bildik. U juda katta, boy, badavlat, juda ham ko'plagan mol davlatlari, pullari bo'lgan, ya'ni moliyachi bo'lgan, boyvachcha bo'lgan. Undan tashqari voyaga yetmagan qizlarni haq huquqlarini poymol qilgan. Va yana mana shu yosh qizchalarni jinsiy savdo tarmog'ini tashkil qilgan odam. Va hamda katta davlat boshliqlarini ham jalb qilgan. Yashirin kameralar qo'yib, qanchasi mana fosh bo'lib ketdi. Hozirgi kunda kameralarda chiqyapti. Va yana qabalgan, shu tergov vaqtida o'lgan. Xulosa qilib aytsa shu. Bu narsani bildinglar, o'zi eshitdinglar. Juda ko'p mashhur bo'lib ketdi. Buni hozir gapirishga ham kerak yo'q. Bu yerda endi biz ibratni olaylik. Shuni bilingki, al-hikmatu dollatul mu'min. Ba'zi rivoyatlarda keladi, sanatda zaiflik bo'ladigan bo'lsa ham, ma'no to'g'ri. Hikmat mo'minni yo'qotib qo'ygan narsasi. Qayerda topsa oladi. Qayerda topsa shu hikmatni oladi. Biz albatta hikmatdan unumli foydalanishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, qarang, bu hozirgi bu voqeada qanday hikmat bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda qarang, mana shu odamning holati tarixda o'tgan Qorunni eslatmayaptimi? Qorun juda katta boy badavlat edi. O'zini chiroyli kiyimlarni, zebu zinatli kiyimlarni kiyib xalqning oldiga chiqqan paytda, qaniydi bizda ham xuddi mana shu odamni boyligiga o'xshagan bir boyligimiz bo'lsa edi degan gaplarni gapirishadi odamlar. Lekin Alloh taolo ularni halok qilib tashlaydi. Qur'oni Karimda mana shuni misollarini bizga Alloh taolo Ankabut surasida ham aytib bergan. Xuddi shunaqa yana ham mashhur bo'lgan mana Abu Lahab. Alloh taolo bu haqida bir surani nozil qildi. Ko'pchiligimiz bu surani yodlaganmiz. Tabbat yada abi lahabi va tab ma aghna anhu maluhu va ma kasab. Qarang, bu yerda birinchi mana e'tibor oladiganimiz mana shu hozirgi bo'layotgan voqeadan mana shu Epstein juda boy badavlat odam bo'lgan ekan. Lekin mana shu odamning boy badavlatligi unga asqotdimi? Foyda berdimi? Ana shu qamalgan paytda qutqarib qoldimi? Yo'q, qutqarib qolgan yo'q. Demak, mol va davlat hech insonga asqotmaydi, foyda bermaydi. Bu narsani tarixda ham guvohmiz va hozir ham mana guvoh bo'lyapmiz. Undan oldin ham
Mana shu odamdan ozgina oldin mana qancha hali boyvachcha bo'lgan odamlarni bir joylari yonib ketdi shu Amerikada. Hozirgi bu odam ham o'zi Amerikadagi bir yahudiy, mana hamma bilyapti buni. Mana shu odamni qancha boy badavlatligi, milliardlagan pullari borligi unga asqotmadi. Xuddi Alloh taolo buni Qur'oni Karimda aytib qo'ygani kabi. Qarang, Abu Lahabga o'xshaydi mana. Tabbat yada abi lahabi va tab ma agna anhu maluhu va ma kasab. Ya'ni mol dunyosi, kasb qilgan narsasi hech asqotgan yo'q, foyda bergan yo'q. Xuddi shunaqa Alloh taolo siz bilan bizga Fir'avnning qissasini aytib berganda, Fir'avnning ortidan qancha narsalarda qolganligini aytib beradi. Duxon surasida mana shu narsani Alloh taolo bizga aytib bergan. Kam taraku min jannati va uyun. Qancha bog'roqlar, chashmalar, buloqlarni tashab ketdi ular. Va zuru'i va maqomin karim, ekin-tekinlar, yaxshi joylari bor edi. Buni ham xuddi shunaqa orollari, juda bir o'ziga xos samolyotlari, kemalari, hamma narsasi bor ekan. Lekin hech qanaqa narsasi unga foyda bergan yo'q. O'z-o'zidan bu odamni ushlashgan, kameralar ham o'chib qolgan ekan, birdan o'ligi chiqqan, ya'ni o'lib qoldi degan, o'zini o'ldirdi degan shunday narsani bo'yniga qo'yib qo'yishgan. Ya'ni xulosa qilib aytiladigan bo'lsa, mol dunyo mana foyda bermaydi. Mo'min odam mana shunaqa holatni ko'rib turib foyda olishlik kerak, ibrat olishlik kerak. Haqiqatda ham mol dunyo foyda bermaydi. To'g'ri, har bir kishi mol dunyoga o'ch bo'ladi. Har bir kishida bor. Bunda gap bo'lish mumkin emas. Chunki insonga o'zi hayotda kerak mana shu mol davlati, bu narsa kerak. Lekin mana shu narsa, masalan, xuddi haligi pul hamma narsani hal qiladi degan narsa, u to'g'ri, masalan, ba'zi jihatlarda hal qiladi. Lekin hamma holatda ham emas ekan. Mana shu narsani bizga Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda isbot qilib bergan. Tarixdagi odamlar yaqqol dalil va hozirgi odamlar ham mana shu narsaga qarab, shunday tarixga solishtiradigan bo'lsangiz, birma-bir xuddi rosa bir-biriga mos o'xshaydi. Tarixdagi ana shu Qorunlar, Fir'avnlar, xuddi shunaqa Abu Lahab, Abu Jahllar, qancha narsalar qolib ketdi odamlarda. Demak, qarang, boy badavlat bo'lishlik insonni baribir halokatdan qutqarib qolmas ekan. Bu odam demak shunaqa katta narsalari bo'lishi unga foyda bermadi. Siz bilan biz birinchi oladigan ibratimiz shu. Hozir 4 ta nuqtaga ishora qilib aytaman. Birinchi nuqtamiz mana shu bo'ldi. Ikkinchi nuqta, o'zimizda maqol bor, bilsanglar. Men maqol hozir sal yaxshi esimda emas, lekin qarang, shunaqa bir gap borki, qing'ir ishni qiyig'i 40 yilda oshkor bo'ladi degan narsa bor. Xuddi shunaqada yashirin qilib kelinadigan gunoh ishlar bir kun kelib oshkor bo'lar ekan. Xuddi hali o'zimizdagi bir maqolga o'xshaydi haqiqatda. Lekin bu narsa haqiqatda fosh bo'ladi. Yashirin qilib kelingan gunohlar bu narsa oshkor bo'lib qoladi. Hatto bir inson qalbida bir narsani yashirib turib yashaydi hayot davomida, ertaga o'lim paytida shu narsa oshkor bo'lib qoladi. Shuning uchun ham ba'zi hadislarda ko'radigan bo'lsangiz, bir inson jannat ahlini amalini qilib yashaydi, lekin jahannamiylardan bo'lib qoladi. Xuddi shunaqa bir inson jahannamiy insonning amallarini qilib yashaydi, lekin oxir-oqibat jannatiy bo'lib ketadi. Bu narsa xosatan bizga mana shu hadisdan o'rnak oladiganimiz, qarang, ichida qalbida yashirib qo'ygan narsasi chiqib keladi. Qalbida ana shu ba'zida kofir odamning ichida yaxshilik bo'ladi. Shu sababli hidoyat topadi. Alloh taolo shu hidoyatni sabablarga bog'lab qo'ygan. Ketaveradi, mana ba'zi narsalar sabab bo'ladi. Xuddi shunaqa ba'zi insonning ichida nifoq bo'ladi, shu narsa oshkor bo'lib qoladi. Ya'ni hozir mana shu Epsteynni ham shuncha qilgan mana ishlari, kirdikorlari shunday oshkor bo'lib qoldi. Bo'lmasa bu odamni ko'pchilik tanimardi ham. Masalan, men umuman tanimaganman. Mana shu axborotlar chiqqandan keyin endi eshitib bilyapmiz masalan. Mana bu bizni oladigan ikkinchi foydamiz. Har birimizda o'rnak olishimiz kerak bo'lgan narsa shu. Agar qalbimizda shunaqa yomon narsalar bo'ladigan bo'lsa, ertaga oshkor bo'ladi bu narsa. Yo mana shu dunyoda, yo oxiratda. Bu dunyoda o'zida ham oshkor bo'lib qoladi. Alloh saqlasin. Uchinchi navbatda, uchinchi nuqta qilib gapiradigan narsamiz, axloqsizlik jamiyatni buzadi.
Qarang, bu nuqtada shunaqa qilib ishora qilib aytamizki, insonni mana shu jasadi bor-ku, yerdan yaratilgan, to'g'rimi? Va yerdan oziqlanadi. Masalan, yerdan chiqqan narsalar, ana shu narsalarni inson yeydi. Shuning uchun insonni jasadini rohati yerda bo'ladi. Lekin ruhni rohati osmondan tushgan narsada bo'ladi. Qarang, ruh u Alloh taolo tarafidan. U hamma narsamiz o'zi aslida Alloh yaratgan. Lekin bu yerda shunaqa bir narsa borki, ruh uni ozuqasi albatta shariat bilan, din bilan, shu amal qilishlik bilan oziqlanadi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimni ruh deb nomladi, nur deb nomladi. Endi jasad bo'ladigan bo'lsa, jasadni qarasangiz, u maxsus narsalardan foydalanadi. Maxsus narsalardan foydalanadi-da. Shuning uchun xotin, masalan, yemoq-ichmoq, mashinalar, uy-joylar, shunaqa narsalardan rohatlanadi. Endi mana shu narsani o'ziga inson ruju qo'yadigan bo'lsa, albatta unga tor hayot bor. Torga tor hayot bor. Va man a'rada an zikri robbi fa inna lahu ma'ishatan danka. Kim Allohning zikridan yuz o'girsa, tarang hayot bor unga deyilyapti. Alloh taolo qarang, mana shu narsani aytayapti-da. Ya'ni bu degani shariatdan yuz o'girib yashayaptimi? Albatta tor tarang hayot bor. Juda bir xunuk suratda mana shu insonni ham shunday o'ldirilgan masalan. Mana shu holat ham ibrat olinadigan narsalardan, o'rinlardan. Bu 3-nuqta qilib gapirgan narsamiz. Demak, axloqsizlik jamiyatni buzadi. Bu Epstein faqat o'zini emas, o'nlab, yuzlab, balki minglab qizlarning hayotini vayron qildi. Bir insonni shahvati qancha oilalarni yig'latadi. Qarang, endi bu yerda mana shu axloqsizlik bo'lgan narsalar ayni mana shu Epsteinlikka taalluqli bo'laveradi. Masalan, hozirgi kunda ko'p xotinlikka qarshi kurashish bor. Ko'p xotinlikka qarshi kurashlik bor. Mana shu ham Epsteinlikdan hech bir farqi yo'q. Bu axloqsizlik, ko'p xotinlikka qarshi kurashlik. Ko'p xotinlik bu axloqli masala deyiladi. Bu narsani o'zini o'rnida gapiramiz, hozir gapirish mavrudi emas. Endi bu yerda xulosa qilib aytilsa, axloqsizlik jamiyatni buzadi. Endi buni mana Yevropada ko'rilib turibdi. Erkak bilan nikohlanishi, ayol bilan nikohlanishi yoki bo'lmasa erkak kishi o'zini operatsiya qilib ayolga aylantirib olib, ayol o'zini erkakka aylantirib olishi va hokazo bunaqa buzuqliklar yoyilib yotibdi. Alloh ofiyat bersin. Xo'p, keyin yana 4-nuqtada gapiradigan narsamiz shuni bilingki, xulosa qilib aytadigan narsamiz shuda, agar insonda mol davlati bo'lsa, obro'si bo'lsa, kuchi, quvvati bo'ladigan bo'lsa, bu insonni saqlamaydi. Saqlaganda mana shu Epstein bor-ku, hech qulamasdi. Shu Epstein qancha mana mol davlatlari bor ekan shu odamda. Bir o'rganingda, bu odamda qancha mol davlatlari bor ekan. Demak, insonni faqat nima saqlaydi desa, shu iymoni, taqvosi saqlab qoladi. Taqvosiz boylik halokat deb aytiladi shuning uchun. Ya'ni insonda boyligi bo'lsa-yu, mol davlati bo'lsa-yu, taqvo bo'lmaydigan bo'lsa, albatta insonni halok qilib qo'yish mumkin. Alloh taolo o'zi ofiyat bersin. Ya'ni xulosa qilib mana gapirib o'tdik. O'zi aslida bu odam haqida ko'p ma'lumotlarni gapirishdi. Endi men ma'lumotlarni gapirib o'tganim yo'q, men asosiy ibratlarga ishora qilib aytib o'tgan bo'ldim. Vallohu a'lam.